mana shunaqa o'tirib olardida, endi tahorat sinib qolmasin debdi. Tahoratga chiqib kelsangiz vaqt ketib qoladi, joyingizni yo'qotib qo'yasiz. Ka'batullohga qarab o'tirish ham ibodat ekan deb peshin bilan asr o'rtasi kattaroq bo'lgani uchun uyqu bosadi, to'g'risi charchadik. Mana shunda o'tirib Ka'batullohga qarab uxlab qoldim. Shunda Janobimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rdi. Bu meni hajdan topgan eng katta yutug'im bo'ldi deydi. Uyimizda eng ko'p Rasululloh akram sollallohu alayhi vasallam ko'rgan katta qizim edi. Havosimiz kelardi, sen shunga ko'p kiradi. Kelgandan keyin anchagacha ko'rmadim, siqilib yurdim. Keyin salovat etish vazifa qildim, sonini ko'paytirishni. O'shanda Robbil avval oyi bo'lsa kerak, kuniga 5000 tadan aytaylik, 150 mingtaga chiqazaylik. Mana shu oy mobaynida deb, shu narsani vazifa qildik. Allohning marhamati bilan Rasululloh akram sollallohu alayhi vasallam saodat hujjalarida yotibdilar. Oldilariga kirdim. Muborak yuzlariga o'sha ro'mol yopib qo'yishgan ekan. Yuzlarini ochdim. Bu gunohkor lablarim bilan muborak yuzlaridan Robbim azza va jalla o'pish imkoniyatini berdi.